Hammaga salom. Poco X8 Pro hozirda o'zining narxi bo'yicha segmentidagi eng yaxshilardan biri. Lekin nimaga? Axir undan qochmaydiganlar ham bor-ku. Shunda nima sabab buncha odamni o'ziga tortib olyapti? Smartfonni ishlatib yurganimga taxminan 10 yoki 15 kun bo'lib qoldi. Telefon qo'limda yo'qligiga hayron bo'layotgan bo'lsangiz, men smartfonni olmasdan obzor qilayotganim yo'q. Hozirda aynan Poco X8 Pro'dan tasvirga olinyapti va butun video ham xuddi aynan mana shu smartfondan tasvirga olinganini ko'rasiz. Ya'ni hozirgi mana shu turishimda. Ammo ishonavering, mening barcha fikrlarim ham samimiy emas. Va hozirda sizga kichkinagina plyus va minuslarni aytib beraman. Birinchi bo'lib minuslardan boshlaymiz. Ammo nimada desangiz, boshqa smartfonlarda buni ajralib turuvchi o'zining narxiga arziydigan deydigan narsasida, ya'ni protsessorida. Ha, u juda ham kuchli, lekin juda ham kuchli bo'lgani sabab smartfon yaxshigina qiziydi. Lekin uni balansga keltirish kerak. Balansga keltirish uchun nima qilish kerak? Albatta uni algoritmlar bilan bo'g'ish kerak. Lekin uni algoritmlar bilan bo'g'sangiz, protsessorning potensiali shunday yo'q bo'lib ketadi. Smartfon butun korpus boshdan oyoq qizib ketishi to'g'risini aytganda g'alati. Chunki shu vaqtgacha men ishlatgan smartfonlarning barchasida protsessor tarafi qizisa qizgan, batareyasi qizisa qizgan, ammo boshdan oyoq alyumin bo'lgan korpus qo'lni kuydirgidek darajada qizimagan edi. Yana alyumin korpus bo'lgani sabab issiqlikni hamma joyiga teng qilib, issiqqina qilib yoyib beradi. Smartfon ishlatishimning taxminan 10 kuni va hali ham smartfonni ishlatganimda undagi yengil qizishlar ketmagan. Ayniqsa chexol bilan ishlatganingizda juda ham bilinadi. Shunchaki Telegramga kirsangiz yoki nimadir qilsangiz ham, prosta qizib turadi. Smartfon qo'lingizda qandaydir yoqimsiz hisni berib turadi. Ha, tushunaman. Xiaomi kompaniyasi bizga to'g'ridan-to'g'ri tayyor mahsulotni bersa bo'lmaydi. Albatta uni boshida xom qilib bizga tashlab qo'yish kerak. Keyin esa vaqt o'tishi bilan asta-sekinlik bilan smartfonni yangilanishlaridan asta-asta nuqsonlarini va qizishlarini boshqalarini to'g'irlash kerak. Bu ularning har yil tutib qoladigan kasali. Qizib ketish bilan bo'ladigan muammosini esa vaqt bilan to'g'irlashadi. HyperOS uni yoki yaxshi ko'rishadi yoki yomon ko'rishadi. Bilasizmi, shu vaqtgacha HyperOS obalochkasini qaysidir tanishim kelib turib menga yoqadi demagan va hattoki tanishim tugul boshqa hech kimni eshitmaganman. Shu vaqtgacha smartfonning obalochkasi bir marotaba bo'lsa ham pand bermadi. Hech nimadan chiqib ketmadi, hech nimadan otib yubormadi. Menda esa e'tiborga olib qo'ying, eng minimum bo'lgan xotirasi 8 ga 256 ligi bo'ladi. Ha, bilaman, HyperOS obalochkasi avvalga chiqqanida eski, g'alati, qiyshiq ko'rinar edi va hech ham UI'dan farqi yo'q edi, ammo vaqt o'tishi bilan bular tuzatildi va o'zining flagmanlariga juda ham yaxshi imkoniyat beryapti. Masalan, hozirda men avvaldan taniydigan HyperOS umuman yo'q. Bu faqatgina avval bo'lgan, ammo hozir HyperOSni ancha chiroyli qilishgan. Ha, albatta, bunaqa yaxshi yangilanishlarning orqasida bittagina yomon narsa bo'ladi. Bu uning reklamasi. Juda bo'lmaganda reklamalarni subflagman va flagmanning o'zlarida kamaytirishganida yaxshiroq bo'lar edi deb o'ylayman. Va vaqt o'tib men yana bitta narsani ko'rib qoldim. Bu ekranni yoqgan vaqtingizdagi qandaydir axlat. Ha, meni noto'g'ri tushunmadingiz. Bu nimaligini hattoki men ham tushunmayman. Siz shundoq ekranni yoqdingiz, sizga esa qandaydir kerak bo'lmagan yangiliklarni gapirib turibdi. Undan tashqari esa smartfonni ishlatayotgan vaqtimda nimagadir odamlarning rangi menga qizg'ishroq rangni eslata boshladi. Qarasam smartfonda iliqlik darajasi degan joyi ozma-oz baland bo'lib ketgan ekan, ya'ni zavod parametrlardan xuddi shunaqa chiqarilgan. Men iliqlik darajasini ancha pastga tushirdim va shundagina men odamlarni normal o'zining rangida ko'ra boshladim. Mening o'ylashim bo'yicha esa bu smartfonni endi olib ko'rmoqchi bo'lgan odamni ilintirish uchun yana bitta marketing deb o'ylayman. Yoki ular shunchaki shunaqa qo'yishni ma'qul ko'rishgan. Smartfon kimdir oladi va unga iliqlik darajasi baland bo'lgani sabab va smartfonda ranglar yanada chiroyliroq ko'rinishni boshlaydi. Albatta, buni juda ham sifatli ekran deb o'ylagan mijoz uni olib qo'yishi mumkin va odamlarni qip-qizil rangda ko'rishi ham mumkin. Flagman ishlatmagan bo'lsangiz, sizga bu smartfonning ovozi juda ham normal eshitiladi, lekin avval flagmanni ishlatib turib, keyin esa aynan bunga o'tmoqchi bo'lsangiz, xuddi ovozi kartonning orqasidan kelib turganga o'xshab qoladi. Siz avvalga ko'nikmaysiz, lekin albatta vaqt o'tishi bilan ko'nikib ketasiz. Shaxsan men uchun birinchi eshitganimda xuddi kartonning orqasidan ovoz kelayotgandek bo'lib eshitildi. Lekin hammaga ham aynan shunaqa eshitiladimi, yo'qmi bilmayman. Siz avvaldan Redmi yoki shunga o'xshagan Samsungning byudjetli variantlarini ishlatib yurgan bo'lsangiz,
demak sizga hech ham ta'sir qilmaydi. Lekin iPhone yoki shunga o'xshagan Samsung ES modellarini chatib bilgan bo'lsangiz, sizga bildirishi mumkin. Kameralari kunduzgi syomkada men o'ylagandan ancha yaxshi olgan va ayniqsa yorug'lik butunlay yetadigan joyda, ammo yorug'lik uncha yetmaydigan joyda juda ham yaxshi deya olmayman. Ozmos shumi bor, lekin bu o'zini igrovoy smartfon qilib pozitsiya qilgani sabab biz unaqa kameralarga juda ham ahamiyat bermaymiz. Lekin haqiqatan ham meni qo'yib qoldirgan tarafi uning kunduz kungi video va tasvirlar bo'ladi. Bu pulga men bunaqa yaxshi bo'lgan kamerani olaman deb hattoki o'ylamagandim ham. Ha, yana uning 4K 60 FPSdagi stabilizatsiyasini aytmasak ham bo'ladi. Prosta ajoyib. Rasmlarga keladigan bo'lsak, rasmlari unaqa yomon demayman, hattoki yaxshi ham. Kontrastlari o'z joyida, boshqa narsalarning ranglari o'z joyida. Oddiy bazaviy ishlatuvchi sifatida aytaman, bu smartfonning kameralari yaxshi rasmga tushiradi va yaxshi videoga oladi. Kechki vaqti video syomkasida esa albatta stabilizatsiyasi uchun video ozmos xiralashadi. Ammo uni o'chirsak video kasal boboning qo'lidek qaltiray boshlaydi. Smartfonda avvaldan qanday kamera qo'yilgan bo'lsa, xuddi shuni surib turaversin. Hozircha shu ma'qul. O'zining dizayniga keladigan bo'lsak, shaxsan men uchun bu hech qanaqa iPhone yoki boshqa smartfonlarni umuman eslatmadi. Smartfonning o'zining dizayni o'ziga juda ham yarashgan. Ramalar yana matviy, glans emas. Men smartfonga chexolni smartfonni saqlash uchun ishlatmayman. Men uning ergonomikasi yoqimsiz bo'lgani sabab ishlataman. Mana bu smartfonda esa men hattoki chexol taqishni ham xohlamadim. Ha, smartfonning yoqib o'chiradigan knopkasi boshqacha ekanligiga ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Ko'pincha smartfonlarga boshqalardan ajralib turish uchun qandaydir ajralib turadigan narsa metka qo'ysa, ko'pincha yarashmaydi. Ammo bunga emas. Bu kichkinagina qizil chiziqcha sabab smartfon odatdagidan kichikroq hisni beradi. Faqatgina u emas. Albatta, kameralarning yonidagi mayda teksturalari ham prosta ajoyib. Aynan shu mayda detallari sabab ham smartfon shunaqa kamerali smartfonlarga qaraganda ancha yoqimli ko'rinadi. Svetodiodlarni to'g'risini aytadigan bo'lsam, umuman funksional kam. Ha, svetodiod nima ekanligini tushunmayotgan bo'lsangiz, bu orqa tarafida kameralarning yon atrofida yonib turadigan chiroqlar. Uni sozlamalardan orqa taraf yorug'lik effekti desangiz topasiz. Tushunayotgan bo'lsangiz, shunchaki uning funksiyalari umuman qirqib tashlangan. Ha, bu yerda funksiyalari ko'pdek ko'rinishi mumkin. Ammo afsuski yo'q. Tub ilovasida svetodiodlarni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, undan ham qiziqarli bo'lgan holatga tushasiz. Shunchaki YouTube'ga kirsangiz, bu ishlamaydi. Siz aynan video ko'rishingiz kerak va u ham videoning ohangiga qarab moslashib, har xil ranglarda yonib o'chib turadi. Telegramda yoqib qo'yadigan bo'lsangiz ham aynan shu ahvol. Faqatgina video ko'rayotganingizda o'sha svetodiodlarning yonib turganini ko'rasiz. Lekin juda bo'lmaganda musiqa eshitganingizda ham yonib turmaydi. Faqat va faqat video uchun. Albatta, bildirishnomalar kelsa ham oz-moz yonadi. Umuman yarimdan ham ko'p funksiyalari qirqib tashlangan va buning hozirda ko'pchilik ishlatmaydi, lekin yangilanishlar orqali svetodiodlarga yana jon kiradi degan umiddaman. Oq rangni oq qilib va boshqa ranglarni ham to'g'ri ko'rsatmaydigan svetodioddan nimanidir kutish ham bu prosta ahmoqlik. Lekin albatta bular uncha katta muammo ham emas. Smartfonning razmeriga keladigan bo'lsak, bo'yi 157-53 mm, eni esa ya'ni yon taraflari 75 mm, qalinligi 8,38 mm, og'irligi esa 201 gramm. Gabaritlarni katta desangiz katta emas, kichik desangiz kichik emas. Smartfonga birinchi marotaba qarasangiz, hech nimasi noodatiy emas. Asta-sekin vaqt o'tishi bilan boshqa smartfonlardan nimasidir noodatiy ekanligini tushuna boshlaysiz. Va smartfonni ishlata boshlaganimdan taxminan 7-8 kun o'tib, boshqa smartfonning bu narsasiga ko'zim tushdi. Va boshqa smartfonlarning qirralari, ya'ni burchaklari shu darajada kirpich shaklida ediki, ular ko'zimga umuman noodatiy bo'lib ko'rina boshladi. Va shuni tushunib yetdimki, bu qirralari men uchun noqulay emas, aksincha juda ham qulay ekan. Menga shu darajada bu burchaklar yoqib qolgan ediki, hattoki aynan xuddi shunaqa burchaklari to'rt burchak bo'lgan smartfonlarga o'tgim ham kelmay qoldi. Endi esa zaryad mavzusida gaplashamiz. Smartfonning batareya hajmi 6500 mAh. Uning komplektida 100 wattlik zaryadchigi bilan keladi. Smartfon chiqqan vaqtida zaryadini uncha ham yaxshi ushlamaydi. Buni albatta 2 yoki 3 oydan so'ng vaqt o'tishi bilan yangilanishlardan asta-asta sekin-sekin yaxshilab borishadi. Men esa video kechikkani sabab
Men unaqa joyga ulgurmay qoldim. Hozirda esa menga smartfonning zaryadi yetib ortib turibdi. O'rtacha kunlik 8 yoki 9 soat ketyapti. Bu juda ham ajoyib bo'lgan ko'rsatkich deya olmayman, lekin yangilanishlar bilan bundan ham yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Smartfon chiqishi bilan ko'pchilik texnologiyalar video chiqarishadi va ularda zaryadi juda ham tez ketadi. Ammo menda esa unaqa kuzatilmadi. Shu yerda videoning yakunini yasayman. Smartfon sizga yoqdimi yoki yoqmadi? Javobini kommentariyada yozib keting.